Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari, soha mutaxassislari. Sizlar bilan Farg'ona Vodiy agroklinika MChJ rahbari Akmaljon Maqulevman. Sizlarga ogohlantirib o'tganimizdek, oldingi videomizda mana 11-13 mart kunlari Vodiy viloyatlari, jumladan Farg'ona viloyatida me'yordan ortiq vegetatsiya davriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan sovuq havo oqimi kirib o'tdi. 11-13 mart kunlari -2, -5 darajagacha hududlarga qiyoslab qaraganimizda sovuq bo'lib o'tdi. Barcha g'alla maydonlarimiz oppoq qirov bilan qoplandi. Mana sovuq havo harorati o'tdi. Havo harorati normaga tushdi, lekin nima kuzatildi? Barcha maydonlarimizdagi g'alla ekinlari stress holatiga tushdi. Stress holati nima? Stress holati bu o'simlikni me'yordan ortiq sovuq va issiqqa o'zini ta'sirli javobi, bu stress holati deyiladi. Bu stress holatida mana g'allalarimizda, ekinlarimizda o'tkazuvchi to'qimalar bo'ladi. Bu o'tkazuvchi to'qimalar orqali ildizdan yuqoriga, yuqoridan ildizga modda almashinuv jarayoni sodir bo'ladi. Natijada hozir shu kunda sovuq havo harorati bo'lib o'tgandan keyin o'tkazuvchi to'qimalardagi modda almashinuv prosessi jarayoni buzildi. Modda almashinuvi o'ta sekinladi yoki to'xtadi. Bu degani xuddi insonni qon tomirida qon quyilib yurmay qoldi degan holat bilan solishtirsak bo'ladi. Bugungi kundagi g'allani stressi shundan iborat. Endi nima bo'ladi degan savol bor. O'z holatiga tashlab qo'yamiz, sug'oramiz. G'alla 10 kun, 12 kun davomida o'ziga keladi. Yana qayta eski holatda rivojlanadi. Bu degani 10-15 kun vegetatsiya davridan yutkazamiz. Bu degani 1-1,5 tonna 1 gektardan g'alla hosilini yo'qotamiz. Shuni yo'qotmaslik uchun nima qilish kerak? Zudlik bilan barcha maydonlarimizga tarkibida asosan organik kislotalar bo'lgan, aminokislota, giberlin kislota, fumin kislotalar bo'lgan suspenziyalar bilan zudlik bilan ishlov beramiz. Mana biz hosil 34 degan suspenziya beramiz. Tarkibida 3 ta organik kislota bor. Bu 1 gektar maydonga 750 gram sepamiz. 1 gektar maydonga 90 ming so'mga xarajatga to'g'ri keladi. Bu degani 1-1,5 tonna hosilni saqlab qolish imkoniyati bor degani. Shu 90 ming so'm pul bilan 1,5 tonna hosilni yo'qotib qo'yishdan saqlab qola olamiz. Endi ikkinchi variant bor. Ikkinchi variantda shundayki, 1 gektar maydonga 1,5 litr hosil 33, 1 litr fosfodar suspenziyasini beramiz. Maydonda holatidan kelib chiqib, rangidan kelib chiqib, bu 60 ming so'mga to'g'ri keladi. Bu ham o'sha yo'qotilishi mumkin bo'lgan hosilni saqlab qolishga yordam beradi. Birinchi qiladigan ishimiz shu ish. Barchani e'tiborida, xayolida tursin, yodida tursin. Stress holatiga tushgan maydonga begona o'tlarga qarshi gerbisid sepish mumkin emas. Birinchidan, hozirgi havo harorati buni gerbisidning rivojini, samarasini bermaydi. Ikkinchidan, stressga tushib, qiynalib turgan g'alla ekiniga begona o'ti dorisi stressni yana ham kuchaytirib, g'alla rivojini yana ham to'xtatib qo'yadi. Shuning uchun barcha maydonlar uyg'otuvchi suspenziyalar bilan uyg'otilib, stressdan chiqarilib, havo harorati tungi 9-10, kunduzgi 16-17 darajaga yetganda keyin begona o'tga qarshi gerbisid sepamiz. Barchani xayolida tursin shu narsa. Endi sizlarga telefon raqamimizni eslatib o'taman. 91lik kodi bilan 446 06 65, 90lik kodi bilan 407 21 56. Kommentariya qismiga Telegram kanalimizni ilovasini tashlab qo'yaman. Telegram kanalimizga kiringlar. Kunlik, haftalik ma'lumotlarni berib boramiz. Qiziqtirgan savollarga javob ham beramiz. Bu videoni bitta like bosib, barcha MMTP tuman, viloyat, respublika Telegram kanallariga zudlik bilan tarqatinglar. Shu respublikamiz, viloyatimizda g'alla hosilini saqlab qolishga qo'shgan hissalaring bo'ladi.
Barchalaring e'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu videoni zudlik bilan tarqatinglar.